Assalomu alaykum. Mana 38-seriyada keyingi zadaniyani boshladik. Xo'p, keyingi zadaniyamiz drift zonada 10 mingta drift qilish ekan. Navigator o'yin klubi drift zonasi belgilaymiz va tak boramiz. Xo'p, stoyankada mashinani chiqargandan evakuatorda tekinga chiqargan ma'qul. Yoqamiz, o'tiramiz. Drift zonaga olg'a. Gaz. Hop, mana keldik. Drift zonaga. Endi mashina tanlaymiz. Hop, yaxshiroq yuradigan mashina tanlaymiz. Bunga seriya BM Coupe shu zo'r mashinaga o'xshayapti. Shuni tanlab ko'ramiz. 15 k ekan. 15 daqiqaga. Mana ketdi, drift boshladik. Bu yerda normalni 1.5 ming. 800 1.5 ming, yana 1.5, 1200, 1700, 2300 salonga bajarildi. Shans. Hop, endi kiramiz, zadaniyani yuklab olamiz. Bajarilgan zadaniyani asosiy bo'limga o'tamiz. Xitoy ruletkasida bajarilganlar yo'q. Jangni boshlaymiz. Hop, 100 ta energiya. Hop, bir qadam yuramiz. Bu baja bilan jangni boshlaymiz. 21, 17, 14, 12, 9, 8, 6, 3, 0. Yana bir qadam. 3 ta ochish kaliti bilan ochamiz. Endi 240 minut kutish kerak ekan. Bu yoqdan 2 ta yurib qo'yamiz. O'sha keldik, bu yoqda post keldi, esa eshikka keldik. Boshqa ochadigan narsalar qolmadi. Endi keyingi zadaniyada ko'rib chiqamiz qolganini. Hozir bizga mashina berdi. Buni hozir evakuator ishlamayapti ekan. Drondan ko'rsataman mashinani. Mashina nomi Tanki 700 HDT Premium. Go'z 3 millionlik mashina. Mana o'sha mashinali bo'ldik. Ruslan ko'tarilish qanchalik oson. Keyingi videoda narxi final